Juanzi'nin kepinek düşü degan bir hikoyani anlaganman. Bir kuni Juanzi bir daraxtning soyasida uxlab o'tib bir tush ko'rdi. Tushida bu bir kepinekka aylanib gullarning orasida larzon uchib yuramish. Tuyuqsiz bu vaqtning o'zi Juanzi uyg'onib o'zidan so'raydi. Zod men Juanzi bir tush ko'rib tushimda kepinekka aylandimmi yoki kepinek bir tush ko'rib men Juanziga aylandimmi deydi. Navatsiz Juanzidan Juanzi efendim, siz haqiqiy rostmi yoki men kepinek haqiqiy rostmi desa, Juanzi sizga tush haqiqiy rost deb javob berdi. Yani sizde mandaq bir tuyg'u bo'lib baqqan, ma'lum bir kishi bilan tunji qatim ko'rishdingiz. Tunji qatim ko'rishgan, lekin mush kishilar burundan tatib tunishdigandek, burundan tatib ko'rishib baqqandek shundaq bir yaqin illiq tuyg'u his qilib baqdingizmi? Masalan, meni ko'rib meni burundan tatib tunishidek his qilib baqqanlar bormi? Bir pinunchi qilib baqqanlar, men sizlarni ashtaq burun ko'rgandek his qilmayman, his qilmayman. Yani ba'zi yerlarga siz tunji qatim sayohat qilib baqdingiz, aniq tusimi, bu yer siz bir xil tunishdek, burun kip baqqandek, hatto bu yerki ma'lum bir oshxona, ma'lum bir o'rinni siz uqsiz tunji qatim kip beqiblar. Ey deb qalsiz. Yani siz yo'lda saylik qilib ketib berib, kendinizde bir siz shunda qarab diqqat qilayotganligini his qilib qalsiz. Shundan tuyuqsiz burilib qarsangiz, rostilla bir siz shunda qarab diqqat qilayotgan. Lekin siz bu odamni hergiz ko'zingizdan ko'rmadingiz. Belki ma kendinizde tuyg'ungiz bilan his qildingiz. Shundaymi? Sizlarda shundaq tuyg'ular bo'lib baqqanmi? Undaqda biz hammamiz tush ko'ramiz, tushning yeshimi. Bizning bu ko'rgan tushimiz bizning burun hayotimiz yoki kelgusimiz bilan munosabatlikmi? Va yoki bu yerdagi tush paralel dunyodagi yeni bir bizning amaliyot uchirgan bir ishlarimizmi? Zodi bu tush degan nima? Biz nima tush ko'ramiz? Bu tush nima bilan zodi munosabatlik? Undaqda biz hozirgacha psixologlardan Ali Qurban, doktor Zavida xonim qatorliqlarning og'zidan Freud deb nayt angladik psixologiyada. Undaqda bu Sigmund Freud degan zot kim o? Bu psixologiyalik zot qanday ta'sir ko'rsatgan? Bunun psixologiyalik asoslagan eng chong ta'sir ko'rsatgan tushning yeshimi degan nomli kitobda zot nima so'zlandi? Bu zot qanday kitob? Moshning bak qiziqdim deganlarga bugun Freudning tushning yeshimi degan kitobni Allah e'tibor bada faqat 22 koy kitap 12 koy bu kitap hem qalin eg'ir kitap o'qish 10 koy kiroz chiqib yana aran 22 koy ya. Lekin kitobning soni ozlik qoldi, cheklik. Şunu yaqtırdıgan dostlar astidki seyir qarıbıda tizaraq setvelinglar. Gap ketganda yana tepbasingiz demanglar. Kitapning uyg'urchasi yo'q. Yaqtırdıgan dostlar meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Rahmat.